Bu jonka bilan ham xayrlashadigan vaqt yetib keldi jigarlar. Xayr, borgan joyingda tub qo'yib palay yozgin. Akamga nasib qildi. Jigar, yaxshi kunlarga mening xudo xolisi. Akam birinchi marta meni kaltni ushlayotgandek o'zlarini ko'rsatyaptilar. Mana orqada, uyda, mahallada, garajda, podvolda bunaqalar ko'p-a? Endi men bilmaga qiziqaman. Joni sog' bo'lsin. O'tirib haydab ham ko'rmadilar. Ishondim dedilar. Men tirs-tirs tushuntirdim. Buni ona ko'rib, shunday yuragim urdi-da, qanday nasib qilgandim. Malik hali sotmaysiz deb o'yladim. 1 yil minsa kerak deb o'yladim. Siz o'sha paytda tuggan ekan, sizga nasib qildi. Yaxshi kunlarga mening aka. Sizga ham xizmat qilsin. Almanga berasizmi? Tabiiy, rahmat. Joni sog' bo'lsin aka. Rahmat, rozi bo'ling. Begona emas aytganda, shu Tashkent Cityda bo'ladi mashina. Ana, borib haydab ketaveramiz. Jonka, ko'zimiz oldida ekansan.